Agarda sizsiz ham ishlaydigan biznes ochmagan bo'lsangiz, shunchaki siz tadbirkorsiz, qaysiki o'zingizga o'z ishxona ochib olgansiz. Lekin ishxonadagi eng qimmat xodimlardan birisiz xolos. Bu esa sizga bor yo'g'i 5-10 ming puldan boshqa pul keltirmasiga olib keladi. Avval siz biznesingizni hech qachon masshtab qila olmaysiz. Katta pullarga yo'l ochilmaydi sizga. Shu holatda ketadigan bo'lsangiz nima bo'ladi desa, borib sizni kichkina biznes bo'lganligi uchun sizni o'yindan chiqarib olish va bozor sizni bankrot bo'lishingizga, raqobatchilar bilan kurash qila olmasligingizga olib keladi. Men Asadbek Ashurov 20 yildan oshiq moliya sohasida tajribaga egaman. Biznesmen, investor sifatida 10 ga yaqin loyihalarda ishtirok etib kelyapman. Va bugungi kunda individual ishlagan holatda 300 dan oshiq shogirdlar chiqardim va ularni eng kamida 2x dan 10, 20, 30x gacha rivojlantirishga, ularni masshtablashtirishga hamda biznesini bir tizimga olib kelishga yordam berib keldim. Agarda sizda ham yuqoridagi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, Toshkentda bo'lib o'tadigan offline bir kunlik master klasimga taklif etaman. Bu master klassda faqat tadbirkorlar qatnashishi mumkin. Shuning uchun joylar soni cheklangan. Agarda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, pastdagi tugmani bosib, joyingizni band qiling.